meni ko'p bilmasagan hech kim farzandim borgan. 4 ta farzandim bor. 2 ta qizim, 2 ta o'g'lim. Assalomu alaykum, mujiki, yaxshimisizlar? Men Muhammad Yosirni olib chiqqan ketonman, o'g'limni. Qori bolam. Muhammadning onasiga o'ylab qarasam, o'zi 3 marta gul bergan ekanman. Shunga ham to'yimizga, keyin Ammor tug'ilganiga mana 3-marta gul olib boramiz. Rahmat deyman ahli ayolimga. Bir emas, 4 ta tug'ib bergani uchun. Bitta tug'ib figuram o'zgarib ketadi demaganlari uchun. Bir ikkita ayollar borki, figurasini o'ylaydi, nimadir qilganlari uchun. 4 ta tug'ib bergani uchun kattakon rahmat deyman. Bir emas, 3 marta qamalib ketgan vaqtim bu yerga bir qadam ham qo'ymagani uchun kattakon rahmat deyman. Ahli ayollar Allohni taniyotganini olish kerak ekan. Ichmasam, chakmasam, bir ikkita qizlar bilan sevishib, gaplashib qo'ygan bo'lsam, shunisi ham chidagani uchun katta rahmat deyman. Ne o'ylab qarasam, telefon olib bermagan ekanman. Muhammadning onasiga mana telefon oldim. iPhone 17. Mujiki, nima deyman? Sizlar o'zlaringiz yaxshi ko'rgan, o'zlaringiz bilgan, sizlarni tushungan qizni olishlaringizni xohlayman. Ko'plarni ko'rdim, sinovga chidolmay ketib qolganlarni. Allohni tanimasdi, boshiga erini kulfat kelsa, yonimga birga o'tgan sirdoshlarim, qismatdoshlarimning xotinlari o'yga ketib qoldi. Lekin menga yuragimga bir marta ham g'ijil bo'lmagan. Chunki Allohni taniydi, unaqa narsa bo'lmaydi. Erkak kishini yoniga u darddosh, u dildosh, u sirdosh, sizga plyus ko'pmi, sizga plyus yo'qmi? Sizni qanaqa nastroyeniyasiz? Siz uni yoniga yig'laysiz ham, uni yoniga kulasiz ham. Sizni qanaqa avtoritetsiz, qanaqa siz avtoritet emassiz? U biladi, u tushunadi u ayol. Unga bemalol siz dardingizni ayta oladigan bo'lsangiz, siz ahli ayol. Sizga tushuntirish bera olsa, sizga ahli ayol. Aytadiki, sochlaringni ro'moldan qizg'onaman. Internetga rasmingni qo'yarmidim? Shuning uchun ahli ayollarimiz, otamga aytdim, ota sizni kiyimlaringizni kiyib yuray, onamga o'xshagan qiz uchrasin deb. Alhamdulillah. O'g'il farzandi bo'lganida o'zini yanada xavfsiz his qiladi odam. Deydiki, bo'ldi endi. Yolg'iz emasman bu jangda. Doim yonimda bo'ladi. Men qila olmagan hamma narsani u qiladi.